Assalomu alaykum, hurmatli brifing qatnashchilari. 2025-yil 11-mart kuni uy-joy hamda bino inshootlarini issiqlik energiyasi bilan ta'minlash sohasini tubdan isloh qilish hamda binolarning energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 100-son Prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, uy-joy va bino inshootlarini issiqlik energiyasi bilan barqaror ta'minlash hamda binolarning energiya samaradorligini oshirishning kelgusi 5 yildagi asosiy yo'nalishlar etib quyidagilar belgilandi. Jumladan, sohada yagona davlat siyosatini yuritish, ilg'or xorijiy tajribalar asosida strategik takliflarni ishlab chiqish, issiqlik ta'minoti korxonalari faoliyatini boshqaruvchi va muvofiqlashtiruvchi tashkilot tashkil etish, markazlashgan issiqlik ta'minotiga ulanmagan 4 va undan ortiq yuqori qavatli ko'p kvartirali uy-joylarning isitish tizimida lokal qozonxonalar qurish va boshqa muqobil texnologiyalarni joriy etish hisobiga bir xonadonning gazga bo'lgan talabini kamida 20% ga kamaytirish. Quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi. Jumladan, markazlashgan issiqlik tizimlaridagi eskirgan 103 ta qozonxona va 16 ming kilometr issiqlik tarmog'i yangilanadi. Davlat xususiy sheriklik asosida 9 ta, xalqaro moliya institutlari ishtirokida 13 ta shahar va tumanda modernizatsiya loyihalariga amalga oshiriladi. Markazlashgan issiqlik ta'minoti qamrovi 37% dan 58% gacha yetkaziladi. Tizimdagi yo'qotishlar 38% dan 20% gacha qisqartiriladi. Qarorga muvofiq issiqlik ta'minoti ajri tashkil etiladi. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi huzurida issiqlik ta'minoti ajri tashkil etilgan hamda vazirlikka issiqlik ta'minot sohasida yagona davlat siyosat amalga oshirish yuklanadi. 2025-yil 1-iyundan moliyalashtirish manbalaridan qat'iy nazar qurilishda texnik shartlar olinishi talab qilinadigan bino inshootlarini qurish hamda rekonstruksiya qilishni loyihalashtirishda ushbu obyektlarning loyiha hujjatlarida binolarning o'z ehtiyojlari uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari va muqobil issiqlik tizimlari hamda energiya tejovchi uskunalarni majburiy o'rnatish talabi kiritiladi. Ko'p kvartirali uy-joylar va binolarning ichki issiqlik va issiq suv tarqatuvchi tizimlarining qurilishi, inshootlar va tarmoqlarda hisoblagichlarning to'liq o'rnatilishi majburiy hisoblanadi. Markazlashgan issiqlik ta'minoti mavjud hududlarda yangi qurilayotgan ko'p kvartirali uy-joylar, ma'muriy binolar, ijtimoiy soha muassasalari, sanoat va tadbirkorlik subyektlari bino va inshootlarning issiqlik tarmoqlariga ulanishi majburiy hisoblanadi. Issiqlik energiyasi bilan ta'minlash sohasi tubdan isloh qilinadi. Rahmat.